Ey odamlar, mana tepada turgan qo'tandan qochib ketgan qo'y bizga video обращение qilibdimi? Ha? Sardor bunaqa TikTokda yarim yalang'och videolar qiladi, ayollarni sha'niga gapirganda terpelalik qilibdimi? Har bitta gapiga destva qila olayotgan bola bo'lganda bu gaplarni gapirmaydi, chunki destva yo'q bu narsalarga. Sen qo'ydi qo'tag'i, yana aytaman, begemot kalla, shatoringmisan, matoringmisan? Ayollarga kelayotgan bo'lsak, men o'zim deb gapirganman. Provokatsiya qilib butun ayollarning sha'nini olib, butun ayollarni boshqalarni gapirmaganman, gapirmayman ham bu gapni. TikTokda qilayotgan ishlarimizga kelsak, u meni hayotim, u meni ishim, u meni auditoriyam, u meni obrazim. Sen o'zingdan ko'chani yasab olib, o'zingdan varzakonni yasab olib, men mahallangizga borsam ham urib qo'yaman, men borsam invalidni kalaskaga o'tirg'izib qo'yaman, u qilaman, bu qilaman degan gaplarni gapiribsan. Men ijtimoiy tarmoqda 6 yillik bo'riman. Men ijtimoiy tarmoqqa chiqib kelgan paytim, sen yurading, qishlog'ingda eshagingni sikib, birovdan qolib ketgan bakalashgan musorlarni terib yurading, dalpayob. Sen men bilan tashisholmaysan. Bo'ldi hisob, men senga bilet tashlayman. 31-dekabrgacha, yangi yilgacha Dubayga uchib kelmasang, otamni balasiman deb chiqman xalqning oldiga. 6 yildan beri ijtimoiy tarmoqda shuncha katta auditoriyam bo'lsa ham, qandaydir gunoh qilgan bo'lsam, o'zim uchun qilganman. Senga o'xshab butun musulmonlarni, butun auditoriyamni, butun kuzatuvchilarimni O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston hamma joydan menga berayotgan paddeshkamda qimorovozlarga, qimorga qarab chorlamaganman. Qimorni reklama qilmaganman. 6 yildan beri qo'limda shuncha auditoriya bor. Bittasi agar chiqib turib Sardor qimorni reklama qilgan desin, betimga kelib tupursin, odamlarga bilan ma'yus muzga qo'yib olib, terpelalikni yasab olib turib chiqib olib, o'zingni oq, meni qora deb ko'rsatma. Chichib qo'ygan qilig'ing uchun, chichib qo'ygan, yeb qo'yganligi uchun chiqib gapirdim. Odamlarning oldida ma'yus muzika, lechkaga o'tgan paytda menga jalab ko'chani sazdovat qilma. Ko'chalarda hammasi qabristonda, O'zbekistonda ko'cha yo'q. Ko'chalarda hammasi ichkarida, ko'chalarda hammasi joy-joyida, O'zbekistonda ko'cha yo'q, ukam. Biletingni tashlab beraman. Mashinang, yo'l kiring, xarajating, hamma yog'ingni tashlab beraman. Aqling yetsa, kelasan, men yana aytaman, ko'cham emas. Dubayga kelasan, Dubayda yashayman. Meni uyim Dubayda. Dubayda men sen bilan gaplashib olaman. Sen Batinga kirin, Odilxon non kabob, shatoringmi kim? Lutvoz. Uchalingni bitta qilib qo'tonga qilman, urgandek qilib uraman aktagonda. Uchalingni bitta qilib yurib uraman. Senlarga emas, menga tashlash. Yo'lingda yur, jonim, baklashga bila yo'lingda yur, qo'y kalla jalab.